qora xaddirdiyu yoshligimizda hali sotadiyu shunaqani upakovkaligi ekan vanillaligi bunaqaligi 8,9 riyol ekan. Bu degani 30 ming so'm ekan. Uni qaranglar, quritilgan narsalarni qarang. Mana so'zini ham quritishdi. Anjirda quritishdi qarang. Shu qo'llangizdan keladi mana shu ishlar. Qarang, hamma yo'qni quritishdi. Oy. Qulpnoygacha quritishdi. Yana nima qilish kerak? Upakovka mana. Harban. Jadi. Assalomu alaykum. Men yoqtirgan Adil. Tayyor takliflar bor ekan. Qo'rish qo'yadi. Tuya go'shtimi mana tuya go'shti. Braziliyaning molini go'shti. Qizarib, u qarang qizarib ketgan. Hali orqasida bukilisi borganmi? Yani tuya go'shtidan yeymiz. Supermarket. Kelganimizda esimiz olib kelamiz baholi. Ha. Pechenyeler. Cho'pay qaddan, cho'paydan qilaman. Odam qo'li gul deydilar. Asli bir olib bering. Tanlang, hozirda tanlang, shu yerda olib beraman. Bularning nollari mana. Mana chalpaga o'xshaydi nollari. O'zdan ko'rgansizlar. Issiq pishirib beradi.